Xo'p akalar, mana bunaqa ko'rinish вообще shikarnida. Havoni tozaligi shunaqa odamga yoqyapti. Hozir ko'rsatadigan xonadonimiz вообще shikarniy. Kelinglar, ko'ringlar, вообще sizlarga mana просто yoqadi, ishoninglar. 22-maktab shunoqning yonida joylashgan nomlarimizdan akalar. Lekin mana bunaqa vid, mana bunaqa narsa uchun akalar stoyt. Assalomu alaykum Navoiyev. Bugun sizlarga bitta ajoyib bir xona, ikki xona qilingan variantlarimizdan bittasini topib qo'ydim azizlar. Bo'lmasa marhamat bitta xonadonimizni ko'rib chiqamiz akalar. Xo'p akalar, bu xonamiz bizda, ya'ni zal. Gostivoy xonamiz. Qaranglar qanaqa oppoqqina boyladi. Вообще remontiga просто gap yo'q ekan. Skromnigina qilib qo'yilgan remont. Aka, bu bizada kuxnyamiz. Ko'ryapsan qanaqa? Xo'p, bu yerda do'xtirning kotellarimiz ham bor. Buni siz bizada sanuzel vannamiz akalar. Akalar, bu bizada hojatxona. Xo'p akalar, xonadonimizni ko'rdilarsiz, qanday zo'r. Shunaqa skromni, oddiy va go'zal xonadonimiz, to'g'rimi yo'qmi? Xo'p akalar, endi kvadrat metrga keladigan bo'lsak, bu xonadonimiz kvadrat metr 65 kvadrat, bir xona, ikki xona qilingan xonadonimiz akalar. Xo'p, endi narxiga keladigan bo'lsak akalar, narxini egalari 440 million dedilar. Sizlar uchun, faqatgina sizlar uchun akalar. Tortishib, savdolashib 430 ga tushirdik. Yana ozgina kelishadigan joy bor. Uni kelinglar, telefon qilib, bemalol gaplashsalaringiz bo'ladi akalar. Xo'p akalar, bo'lmasa, men pastda raqamlarni qoldiraman. Bemalol kelib aloqaga chiqsalaringiz bo'ladi akalar. Ko'rasizlar bilan har doimgidek Navoiy uylari agentligi sog' bo'linglar akalar.